Oyog'im maza qildi, lekin doktor bori oyog'i ishlayotganlarga, bo'g'im og'riyotganlarga, yosh kattalarimizga oyog'imda bitta uqalatib olsam, massaj qildirib olsam deydigan oyoq og'riyotganlar bo'lsa, zo'r narsa ekan bu. Pastdan sekin ishib borib turib, limfa tomiridagi o'sha ortiqcha zaharli suyuqlik deyladimi, endi kir suv deyiladi. Shuni tevaga haydab berar ekan o'rtoqlar. Organizm uchun juda ham kerak ekan. Mana Akmal aka, bunga necha marta kelishimiz kerak endi? Buni kunora olsa bo'ladi. Yoki har kun olsa bo'ladi. Bemor umumiy holatiga qarab turib, kasallik og'ir yengilligiga qarab turib buni muolaja qilib tayyorlab beramiz. Oyog'i ishlayotganlar, oyoqda og'rig'i borlar. Bu limfa drenaj, ya'ni organizmdagi ortiqcha kir suvlarni tanani pastdan yuqoriga qarab haydab berish vazifasini bajaradi. Buni ayniqsa yosh katta insonlarda oyoq qon tomirlari yetishmovchiligi bilan kasallangan kasallarda ayniqsa yaxshi effekt beradi. Ana. O'rtoqlar, sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu apparatga kelinglar. Men to'g'risi shunaqa maza qildim, oyog'imni uqalab qo'ydi bu apparat. Manzil so'zini kim qoldirsa, lokatsiyasini lichkaga tashlab beraman o'rtoqlar. Kelishdiga. Akmal aka, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.